Assalomu alaykum, qadri baland, qadrdonlar. Bugun sizlar uchun mashina bozoriga kelganmiz. Farg'ona mashina bozorida. Xudo xolasa sizlar uchun qo'ldan kelgancha YouTube'ga zo'r qilib kadrlar qilib olib beramiz. Hozir narxlar jicha baland bo'lib qolgan. Keyin pasayib ham qolgan. Kommentariy yozmanglar. Bema'ni, beta'sir kommentariy qimmat ekan, bunaqa ekan, 2000 ga Nexia beradi, degan gaplar yozmanglar. Xudo xolasa sizlar qo'ldan kelgancha obzorni qilib beramiz. Video tomosha qilib turib, like bossangiz esdan chiqmas, obuna bo'lsangiz esdan chiqmas. Bu mashina kimdan akalar? Aka nechinchi yil mashinamiz aka? 94-yil. Assalomu alaykum aka, sog'ligingiz yaxshimi? Kraskasi qadida aka bu mashina? Kraskasi 2 yonida bor. 2 yonida. Padubga sepilganmi aka? Ha, yengil sulchaqalarga sepilgan. Sulchaqasi yengil sepilgan. Mashinamiz nechinchi yil dedingiz? 94. 94. Nomi nima aka mashina? 04. 04. Do'stlar 04 aka. Yoshiga to'lgan deydi. Yoshiga to'lgan ekan. Salonlarni ko'ring, chexol po'lilari zo'r ekan. 2,5 ming dollar deyapsiz. Soatdan keyin kilo olib aytamiz. Kilo olib, bir soatdan keyin kilo olib aytamiz. Boshdan holatini ko'rsa, balonlar ham yaxshi holatda ekan. Olasizmi yozgan. Orqasini qo'yingchi, orqasini. Mana shuni olib turib, go'sht toshib yuborsan ham bo'lar ekan. Yaxshi mashina ekan. Boshdan kraskasi padubga sepilgan deyaptilar. Holat haqiqatan zo'r ekan. Mashina ideal holatda ekan. 94-yil deyaptilar. Motorlarni ham ko'rsatib keting. Olib keling motorlarni. Motorlarni ham ko'ryapsizlar. Yaxshi holatda ekan. Akimlar ham bor ekan. Mashina benzin ha, metan ekan, ha, metan ekan. Metan ekan-a? Metanni ko'rmabsiz. Ruxsatlari ham bormi aka? Ha, temir metanga ruxsati bor. Bexiz oladi. Benzinga, gazga yuradi. Moz korobka degan narsalar. Ha, minib yo'rib olaveradi. Narxi nechi pul aka? 2,5 mingdan tushib beraman. 2,5 mingdan. 2,5 mingdan tushib beraman. Siz obunachilaringizga yana ham tushib beraman. Bo'ldi aka. Bo'ldi, kelishdi aka. Do'stlar 2,5 mingdan tushib beraman deyapti. Qablariga yo'l solsangiz bor, jichabat ancha ham tushib beradilar. Aka telefon nomeringiz necha aka? 95lik 95lik 206 206 0501 0501 0501 aka. Do'stlar, past telefonlarni qoldiraman, aloqaga chiqarasizlar akalar. Hozirlarga qolgan 07lardan bitta obzorni qilib o'tkazamiz. O'chirmay turing. Kim mashinasi bu? Siznikimi aka? Assalomu alaykum. Aka, to'g'ri, sog'ligingiz yaxshimi? Tinchmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi aka? Tinchmisiz? Ishlar yaxshimi? Rahmat. Nechinchi yil mashinamni aylantirib olavering. Ha, qo'yaveramiz yana qayta. Aql to'g'ri, nima kelibdi? Bozor shunisi bilan qiziq. Nechinchi yil aka? 78-yil. Kraskasi? Sepilgan Poni sepilgan, ha? 78-yil poni sepilgan 011 aka. 011 ishqibozlar. Nomer ham chiroyli ekan. 011 ishqibozlarga poni padubga sepilgan deyapti. Motorlarni ko'rsatamiz. Olib keling motorlarni. Motor necha o'zinikimi aka? Motor o'ziniki. Temir metan ruxsatlari bor, ha? Dokumentdan bexizob. Generalni chiqaveradi. Metan ruxsatlari ham bor ekan, mashina yengil sepilgan deyaptilar. Bir muncha tushib tursa, siznlarni olib ko'rsatib yuborardi aka. Annaqa Malibu barga o'xshagan barglar qo'yib qo'yishgan ekan. Olib keling, ko'rsating. Mashina holatini ko'ryapsizlar, yaxshi holatda, chexollari ham bo'lgan. Sidinasi qanasi sidina aka? Nexus sidinalar qadab qo'yibdilar. Mashinaning moz korobkalari aka, qanaqa aka? Orqalarini ko'rsatib qo'ying. Metani bor ekan. Metandan ko'rsatdilar, aytdim o'zi-yu. Narxi nechi pul aka? 18dan tushib berasiz, jicha ancha tushib berasiz aka. Telefon nomeringiz necha aka? 97lik 629 21 Yana boshqa mashinalaringiz bormi? Yo, mashq xolasmi bugunchalik? Bittimi meni? Bu mashina kimdan akalar? Nechinchi yil aka? Assalomu alaykum aka, ishlar yaxshi. 82-chi? 82-yil. Mashina yengil kraska olgan ekan aka. 82-yil ekan. Mashina oldilarini ko'rsatib o'tib ketding. Bu 06 mi aka bu? 06 oldilariga setkalar qadab qo'yibdilar. Metan petallari bormi aka? Oldi ochilaveradi. Bismillahirrohmanirrohim. Olib keling, ko'rsating. Metan ruxsatlari ham bor aka, bexiz holatda. Motorlari ham yaxshi holatda ekan, akkumulyatori ham yaxshi. Dekonchilik shekilli aka, o'zingizning mashinangizda. Salonlarni ko'rsating. Aka dekon ekan, mashina burish bilan. Hozir akani ham mashinani bir qator olib o'tib ketamiz hozir. Mashinaning salonlari yaxshi ekan. Olasizmi degan joy. Qani maytavoni yo'q ekan. Bari bor ekan. Orqasini ochsa bo'ladimi aka? Bismillah. Do'stlar, mana metani bor ekan, zapaskasi bor ekan. Boshda yengil kraska bo'lgan. Narxi nechi pul ekan? Boshqa xotiringizni arzonroq ayting aka. Narxi 15 millionga. 15 million. Ancha tushib berasiz. Past telefon nomerini qoldirsa aka, men nomimdan chiqsa shu arzon berganada. Telefon nomeringiz necha aka? 77lik 424 1484. Moz korobkada ishi yo'q, ha? Oladilar, minadilar, ha?
Do'stlar 1,5 nechi pul? 15 million dedingizmi? Ha, 1,5 million pul uzr, 15 milliondan tushib beraman deyaptilar. Qalblariga yo'l solsalar, necha ancha tushib beradilar. Bunaqasi hara mashina olib keling, ba'dan ko'rsataveraylik. Aka, assalomu alaykum. Aka, sog'lig'ingiz yaxshimi? Tinchmisiz aka? Bormisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz aka? Tinchmisiz? Aka, mashinangiz nechinchi yil? Aylantirib olavering. Kam bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Wow! Ha, nechinchi yil aka mashinangiz? 84-yil. Kraskasi yengil sepilgan aka. Tomdan pasti kraskasi sepilgan deyaptilar, tomdan pasti deyaptilar. 84-sizmi? 84 deyapti. Olib keling bag'an ko'rsating motorlarni. Motorlari oldi orqalari pechat deyapti, 11 zavod deyaptilar. Akkumulyatori yaxshi. Temir metallari ham bor-a? Antifriz. Temir metallari bor. Benzindan yurar ekan, metandan ham yurar ekanlar, antifriz ekan mashina. Mashina ketaveradi. Qazaqqa ham ketaverar ekan aka. Bir 12 ta viloyatga yurib yuboraylik aka shu mashinada aka, aka biz ham aka. Hamma ketyapti, hozir 12 ta viloyatga. Orqasida ponni mana hamma bonus qilib berib yuboradilar. Baklashkadan tortib, baranka-barankagacha. To'g'rimi aka? Shuni men nomidan san. Narxi nechi pul aka? 2300 kamida. 2300. 2200, 2100 larga berib yuborasizmi aka? Beraverasiz aka. Telefon nomeringiz nechi aka? 93 297 271 aka. Nechi pul? 2300 dedingiz a? 2300 lar, 2100 lar. Agar hali qalblar yo'l solsangiz, akamiz yaxshi inson, siz tushunmay beradi. Sog' bo'linglar aka. Xudo xohlasa shu arzon kanalingizga eng yaxshi mod gelinali beriladi aka. Bexizolatdan xudo xohlasa. Moz korobka tingsa, olib kelavering baqa. Bo'l, nechinchi yil aka bu mashinamiz? Aka, assalomu alaykum. Nechinchi? 82. 82-yil ekan mashinamiz. 06 ha? 06. Mashina ama holat yaxshi ekan. Dekonchilikmi aka? Dekonchilik. Aka o'zidan nominal ekan. Diskalarni ham Nexia 2 mi, Nexia 1 diskani qadab qo'yibsiz. Salonlarni ko'rsatib o'tib keting. Salonlar ham yaxshi holatda. Maytamon kolonkalari ham bormi aka? Kolonkalari ham bor ekan. Temir metalchi? Ruxsati bor-a? Temir metal ruxsatlari bor. Dokumentdan muammo yo'q deyaptilar mana. Dekonchilik deyapti. Zapaskasi bor ekan. Generalni ber ekan. Temir metal ruxsatlari bor ekan. Holat yaxshi holatda. Motorni ko'rsating, motor motoring. Motor qilinganiga 6 oy bo'ldi deyaptilar. Akkumulyator o'ziniki yaxshi holat, temir metalning ruxsatlari bor. Mashina antifrizmi? Antifriz. Mashina antifriz. Hamma yo'q ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Moz korobka hali qadavoy bada zo'r. Narxi nechi pul ekan? Bosh pul. Ha, zaxrab shu yo'q. Bor kelishtiramiz. 15 pasda ish bitadimi aka ishqilib? Naq bo'lsa bitadi. 15 pasda naqd pul. Aka, 5 topdim. 15 pasda ish bitadi, faqat naqd bo'lsa-da 20 million naqd aytadilar. Bosh xotirim endi deb qildim aka. Telefon nomeringiz nechi aka? 90 633 633 85 85 15. 85 15. Bo'ldi akajon. Rahmat, sog' bo'ling. Akalar, bu mashina kimda akalar? YouTube'ga qo'ysa bo'laveradimi aka? Nechinchi yil aka? Aylanib qolavering. Aka, assalomu alaykum. Ishlar yaxshi, sizga rahmat. 89-yil aka. Nechinchi? 89. 89-yil. Nomi nima bu? Ladami? Lada 09. Lada 09. Rangi ham boshqacha ekan. Mashina holati zo'r. Metan betallari bormi aka? Oldi ochilaveradimi shunda? Yo, ochiladimi oldi? Qana ochiladi buni oldi? Ochib berasiz bir aka? 89-yil deyapti. Mashina poni kraska bo'lgan shekilli aka. Poni kraska bo'lgan deyapti. Akkumulyatori yangi holatda, temir metal ruxsatlari bor ekan. Motor nechili bo'ladi buni aka? 1.6 deyishgan. 1.6 deyishgan. Rasxoti nechta masalan taxminchi bittami? Gaz quysiz aka. Aka, men to'g'risi bilmayman bu. Ha. Lekin ancha yuraman. Ancha o'zim yopolmadim aka to'g'risi. Mashina 89-yilda holati yaxshi, salonlarni ko'rsatib qo'ying. Balonlar ham yaxshi holatda ekan. Bemalol 1 yilga yetaveradi. Dekonchilikmi aka? Ha, o'zlarining mashinalari ekan, mashina holati yaxshi. Narxi nechi pul? Bosh qotirmayman, arzonroq ayting akajon. 17 million kami bor aka, kelishamiz. 15 pas ish bitadimi aka? Kelishamiz. Naqd pul bo'lsa deyman-da aka. 15 pas ish bitadi. Bo'ldi. Telefon nomeringiz nechi aka? 90lik. 90lik 843 843 2405. 24 05. Do'stlar 89-yil deyaptilar. 18 million dollar. Agar qalblari yo'l solsa 15 pas ish bitadi. Past telefon nomerini qoldiraman, aloqaga chiqsa, pauza qilib turasiz.